Bu islom kirib kelguncha otashparastlar, majusiylarning ibodatxonasi bo'lgan. Islom kelgandan keyin buni masjidga aylantirishgan. Arkda bitta masjidni, nimani ibodatxonani bu yerdagini masjid qilishgan. Bu 3 qavatdan iborat bo'lgan. Pastdagi qavat, o'rta qavat va tepadan chiqadigan eshik bor. Qavat. Qaynasi? Mag'oka attor. Bu atrofida attorlarni, atir sotadiganlarni bozori bo'lgan. Bu yerda Buxoro qilgan odamlardan bittasi Boboyi Porado'z degan odam o'tganlar, tasavvufda katta shayxlardan bo'lganlar. Boboyi Porado'z shu joyda o'zi majusiy bo'lgan, islom kelgandan keyin islomni qabul qilgan u kishi. Ay maşallah. Birdaniga bir haqqi yetishib qolgan odam bo'lgan. Shu yerda namoz o'qib tursa, u kishi bitta qizlari bo'ladi. Yamoqchi bo'ladi, Boboyi Porado'z. Keyin bitta qizlariga sep qiladi-ku, kelinlarga. Sep. O'shanga yarasha 7 ta tangalari bo'ladi. Bir garvoy keladi bu masjidga. Kim menga deydi 7 tanga beradi. Shuni haqqiga duo qilaman, shunga payg'ambar kiradi. Allah. Desa, keyin u kishi Boboyi Porado'z borib xotinlariga sepga mol kelib qoldi, ber pulni deydiz. 7 tangani berib yuboradi har ikki. Qaytib borsa xotinlari qani deydi, sep yo'q, pul qani, pul ham yo'q deydi. Allah. Xotinlari quvib chiqaradi uydan. Ko'chada nimada yotib bitta taxtani ustiga yotib tushlarda payg'ambar alayhisalomni ko'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turg'izib hamma sahobalar o'tiribdi. Bilasizlarmi, biz yonimizga kim keldi? Boboyi Porado'z keldi. Allah. Bu haqqa yetishgan odam. Kim bu odamni duosini oladigan bo'lsa, Allohning rizosiga ham albatta yetishadi deydi sahobalarga aytadi. Shu payg'ambar alayhisalom kirib shularda shu narsani aytadi. Keyin shu bilan uyg'onib ketadi. Buxoroda tasavvufni tarqatgan odamlardan bittasi Boboyi Porado'z. Doim shu joyda namoz o'qigan. Ay maşallah. O sep degan nima ma'no? Sep degan kalami nima ma'no? Zakat degani yo'q. Yo'q. Sep Kelinlarga qiladigan. Приданные. Qizi uchun. Kelinning moli qo'y. Ana Boboyi Porado'z degan kisi bo'lgan deydi o'sha yerda. O majusiy bo'lgan deydi, o'tqa suyunuvchi. So'ng islom kelgan, islomni qabuldagan deydi. So'dan bir o'sha yerda birovlar bir kisi Qizi, u kishining qizi bo'ladi. Qizi uchun 7 tanga. 7 tilla. Nima qalin moli bo'lgan edi, qalin moli. Сол qalin molni жаңағыдай bir kisi aytgan deydi, bir kisi aytgan. Buni Alloh yo'lida berib jesang, tus ko'rasan, tusingda payg'ambar Kim aytdi? Molini qizi jasag ekan, qalin moli, jasab satar ekan. Qiz satadi. Qizdagi. So'ni kim aytdi o'g'an tushunda Boboyi Poradozga kim aytdi? Gaday keldi. Bir gaday degan kim 7 tanga insonmi? oltin beradi dedi. Bir so'rovchi bir odam keldi deydi. Kim 7 tanga bersa, duoni odam qo'y. Qizir siyoqda bo'lishi mumkin, qizirda bo'lishi mumkin. So'ng aytdi deydi, "Sol ma'gan 7 tangasini kim bersa desa, сол түсінде пайғамбар салам көреді деп айтқан дейді. Қызының қалың малын сатып бере салған ғой сол жаңағы. Үйіне келсе әйелі қуып жетті. Қызының қалың малын неге беріп жетті? Сөйтіп көшеге келеді, ұйықта қалса, көшеде бір жерде жатып ұйықта қалса, пайғамбар салам көреді екен. Сонда пайғамбар салам айтты: "Сендер кім келгенін бізге білесіңдер?" деді. Сахабалармен отыр дейді. Boboyi Porado'z келді. Бұл кісінің дұға жасаса дұғасы қабыл болады деп айтқан дейді. Яғни сол жерде осы жерде tasavvuf ілімін таратқан адам болған. Бітті деген ол кісінің дұғасынан бәрі алғысы келеді ғой. Андай осы намаз оқыған жер. Namoz o'qigan, shu yerda ibodat qilgan joylari. Qabrlari ozgina bu yerdan ozgina uzoqroq. Alloh rahmet eylesin. Endi tushundik. Boboyi Porado'z dedi. Porado'z. Qay asrda deb aytdingiz? 7-chi. 2-chi asr. 7-chi. Opa, nima? 7-chi asrdan beri. Теперь меня слушай, по-шарийским данным. Поближе идем, покажи. Вот мы идем в сторону Леби-хаус. Это центр города. Все время было центр города. Вы знаете, в этой площадке находится 9 караван-сарай. Сейчас посчитаем. Вон там 5 штук. Вот здесь 3 штука. Лежит, мы в 2011 году, в 2011 году раскрыли это все. Потому что, да, находили план 2020 года.
И вот здесь у нас такой архитектор, и он поднял это. Здесь был сад Фрунзе. Его, вот этот бюст убрали, раскопали это все. Действительно, здесь было караван-сарай 3 штуки. Вот здесь первый, второй там, и вот это третий. И там дальше я рассказывала им сейчас баня 14 века. Представляете? Вот прошли, не останавливались, вот я ему рассказывала, потом расскажут они. Вот. И 9-й караван-сарай настоящий, сейчас вот против нас, который стоит, это называется Нугай. Нугай, это из Китая, да? Через Бухару проходили все руслы. Да, шелковый путь. С какой стороны не начался, этот шелковый путь проходил через Бухары. Знаете, Бухара была оптовым базаром здесь было, и отсюда брали оптом, потом розницы продавали везде. В Бухаре жили только купцы и наукой, которые занимались. Представляете? Вот народ занимался, простой народ, купцами. Вот первый торговый центр у нас сейчас против нас стоит. И можем там посмотреть вот это караван-сарай Нугай. Значит, даже итальянцы строили свои караван-сараи. И французские караван-сараи, вот там второй у нас французский караван-сарай называется. Вот такие эти были караван-сараи. Международный рынок. Да, международный город. Международный город. Вот этот памятник у нас называется Вагоки Атори. Вагоки Атори трехэтапный мечеть. Первый мечеть был христианский, второй был зарастрийский, третий был мусульманский. До нашей эры еще здесь христиане жили и свой мечеть здесь строили. Потом перебрали вот это зарастрийцы, потом уже мусульманские. Мы откуда знаем это все по археологическим данным, 50-е годы.